narxi arzon Jigulni puliga Damas olaman degan obunachilar bo'lsa 97-yil Damas $1100 ga. Kraskasi ham polni emas. Xo'p, motorlar zo'r ekan, ishlab turishlari yaxshi. Moskarobkada ovoz bo'lsa kerak, bu mashinada любой narsa bo'ladi. Kalta, kraska, udar, hamma narsa bo'ladi. Faqatgina shu dehqonlar olib, masalan qilib shu dalaga men ishlataman degan obunachilar bo'lsa, lekin olib ishlatib yursa ham bo'ladi. 377 ming hozir tabloda probega turibdi. Detskiy signalgacha bor ekan orqasida. Qo'shib berilar ekan ularga, qo'yilmagan ekan lekin. Yuk pukka jatilgan Damas shekilli. Rabochiyga olib, ishlatganda arzonroq moshina kerak degan obunachilar bo'lsa, mana sizlarga где-то shu 13 million, 13,5 million pulga to'g'ri keladi. $1100 deyishyapti. Oxirgi narxi shunaqa ekan. General davlat berilar ekan, lekin generalda muammo yo'q ekan. Оформление emas ekan. Kraskalar shu endi polniga oldirasa, lekin polni emas ekan. O lag'monlar ham zo'r turibdi. Tompon ulanmagan, unaqangi narsasi yo'q, xudo xolasa mashinani olib ishlatish kerak, lekin mashina tayyor. Adashmasam metan gazlarigacha bor. 4 ta yaxshi tungi zadik 13 bolalar qo'yib qo'yishibdi. Metan gaz bolalar bor ekan. Turganda sari qo'qon 5 teraga turibdi. Kelasiz, ko'rasiz. Ma'qul kelsa qadrdonlar olib ketslaring bo'ladi. Narxini qarang, shikolatligini $1100, shunday berasiz, 1200 ga sizga dokumentlari bilan tushadi. General davlatlargacha beriladi. Yoqqan bo'lsa bitta laykni bosib yuboring bo'lmasa.